Assalomu alaykum hurmatli mebel ishqibozlari, aziz obunachilar. Biz navbatdagi video obzorimizni boshladik. O'zimizni ishxonada olishga qaror qildik. Bunda bizga katta ustamiz hamrohlik qiladi. Usta, endi o'zingiz batafsil tushuntirib berasiz. Rahmat Muhammad Yusuf. Endi mana sizni obunachilaringizga yangi ishlarimiz bitgan. O'zingiz buni qo'lingiz bilan qilgansiz, o'rtoqlaringiz bilan qilgansiz. Buni hozir tanishtirib o'tamiz. Bu birinchi ishimiz bu high-tech usuldagi qora rangda qilingan ishimiz. Bu Buxoro viloyatidagi Olot tumaniga ketadi. Razmerli ishimiz 1.60 ga 3.20 bo'ladi. Bu endi nostandart razmer, uyiga qarab qilib berdik. Buni puli 2.600.000 so'm. Ozgina razmeri kichik, lekin qo'shimcha bitta pufik qo'shib beryapmiz uni hisobiga. Kelishilgan holatda, xudo xolasa buni jo'natib yuboramiz. Keyingi navbatdagi ishimiz high-tech fasondagi qaymora ishimiz. Bunimiz 2.30 ga 3.30 bo'ladi, ikkita pufigi bo'ladi. Ugolovni o'zi 2.600.000 so'm, xona bor. Xona mana 1.80 ga eni 80, balandligi 60 bo'ladi. Buni puli 400.000 so'm bo'ladi. Xona bilan mana shu turishda 3 millionga aylanadi. Kampirlar 3 million. 3 millionga aylanadi. Obunachilaringizga juda ham yaxshi narxda, o'tgan yilgi narxda e'lon qilyapmiz buni ham. Narxlar o'zgarmadi. Narxlarni o'zgartirmadik. Endi mana qish kelgani uchun. Endi keyingi ishimiz ham mana high-tech fasondagi ishimiz. Bunisidan farqi, bunda endi ozgina o'zgarishlar bor. Ya'ni mebelning cho'pagi deydi. Endi zamonaviy tilda mebelning aksessuari bor. Moshkalariga, nimalarga hamohang tushgan. Bunimiz puli 2.800.000 so'm. Ugolovni o'zi. Razmerlari 2.30 ga 3.30, ikkita pufigi bo'ladi. Sifati, reykalari, karkazlari, macharkalari hammasi o'sha avvalgi holatda. Plotnisi 22 bo'ladi. Qalinligi 10lik nimalarda qilingan macharkalar. Ustiga yana 2 tortilgan 12-14 joylari bor buni. Endi keyingi ishimiz mana bu bolishli ish deyiladi. Bunisi buni hozirgi aytib o'tilgan, yuqorida aytib o'tilganlar hammasi materiallari moyishi, mana orqa tomonlarini ham ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Orqa tomonlari ham o'zini materialdan bo'z yoki bo'lmasam boshqa materialdan emas. Bu nima demoqchiman? Bu bilan masalan ba'zi uylar katta bo'lsa, siljitib qo'yib koridor sifatida foydalansa ham uyatmaydigan holatda bo'ladi. Keyingi ishimiz mana bu ishimiz bolishli ish. Bu yangilik biz yangi qilganmiz. Bunda endi materiallari sochili material deyiladi. Bu zakaz bo'lgan Toshkentga ikkita qilganmiz. Buni 6 ta bolishi bo'ladi Muhammad Yusuf. O'zingiz bilasiz, buni hozir bolishlarini ulgurmadik. Keyingi videolaringizga qo'yib beramiz. 6 ta bolishi bilan mana shu turishda 3.600.000 so'm. Endi buni nargilardan farqi, tumbasi 50 ga 70 bo'ladi buniki. Razmeri uzunroq. Tumbasi kattaroq. Nargilarimizniki 50 ga 60. Kelavering. Endi keyingi ishimiz bunimiz xuddi shuni boshqacha rangi mana. Bu ham xuddi shu narxda 3.600.000 so'm o'zi. Endi agar bunga xon qo'shib olaman desa, mana gulli xon qo'shadigan bo'lsa, bu ham 1.80 ga, endi 80 balandligi 60 bo'ladi. Puli 750.000 so'm. Xona alohida, ugolovni narxi o'zi alohida 3.600.000 so'm. Buni bu stoldan qo'shib olsa ham bo'ladi. Nargi tomonda ko'rsatilgan 400 millik stoldan qo'shib olsa ham bo'ladi. Bu endi xaridorlarning o'zini nimasiga, xohishiga qarab bo'laveradi. Endi keyingi ishimiz bu shu o'tgan 24-25-yilda trendga chiqqan Chester fasondagi ishimiz bu. Bu ishimiz ham 2.30 ga 3.30, 2 dona pufigi bo'ladi. Puli 2.600.000 so'm. Endi xuddi shuni katta razmerligi bor. Katta razmerligi ya'ni 2.30 ga 4.30 deyiladi. Buni pufigi 3 ta bo'ladi. Ugolovni o'zi 3.200.000 so'm. 3.200.000 so'm. Bunga 275 ga endi 90 lik gulli xon tushadi. Gulli xonamiz 1 million so'm. Mana shu holatdagi turishi 3.200.000 so'mi 1 million. 4.200.000 so'mga mana shu holatda bo'ladi. Endi undan keyingi ishlarimiz bor. Endi ko'pincha ishlarimiz bor. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Endi obunachilarimizga yana bitta narsani aytishimiz kerak. Boya naryoqda ko'rsatgan hamma ishlarimiz kichik razmerdagi ishlar, 2.30 ga 4.30. Buni aytishingiz mumkin. Obunachilarimga uyini razmeriga qarab yoki bo'lmasam kattarog'idan qilib bera olmaysizmi deyishingiz mumkin yoki rangini deyishingiz mumkin. Rangini ham o'sha klientlaringizni, mijozlaringizni nimasiga qarab, takliflariga qarab qilib beraveramiz. Uyini ham masalan 2.30 ga 3.30 bo'lishi shart emas. Uyini razmeriga qarab qilib beraveramiz. Hisob-kitob qilib pulini aytamiz. Kelishilgan holatda qilib beraveramiz. 2.30 ga 4.30 mi yoki bo'lmasam 5.30 mi yoki aytgan razmerda qilib beraveramiz. Puli chiqaveradi masalan. Unda muammo yo'q. Masalan
Dastavka masalalari deyiladi. Dastavka masalalari Andijon shahriga bepul, qolgan viloyatlarga, tumanlarga xaridor bilan kelishilgan holatda arzon shofyor gaplashib beramiz. O'zimizga qarashli imkonlar, labochi imkonlar bor. O'shalarda yo'l kirasi atrofdagidan qaraganda arzonroq, nisbatan arzon qilib jo'natib beramiz. Masalan, Toshkent, Samarqand yoki bo'lmasa O'zbekistonning boshqa viloyatlarigacha degan savollar tug'ilib qolishi mumkin. Bunda ham muammo yo'q. Hozirgi kunda transportlar hamma joyga bor, Xudoga shukr. Bu bir kun, 2 kun farqi bilan bir kunda Toshkent, Samarqandga boradi. Unga mashinani to'lishiga qarab bir kun, 2 kun farqi bilan xaridorning uyiga boradi. Uni biz xaridorga mashincha so'mlik yo'l kira bo'ldi deb kelishilgan holda xaridor rozi bo'lgan narxga jo'natib beramiz uni. U ishlarni yo'lga qo'yganmiz, Xudoga shukr amalga oshirib kelyapmiz. Hammasi xaridor bilan kelishilgan holatda bo'ladi. Iloji boricha arzonroq shofyor topib yetkazdirib beramiz. Endi keyingi ishlarimiz, kuxunli nimalarimiz bor? Oshxona ugalovlarimiz. Oshxona ugalovlarimiz 1.60 ga 1.90 bo'ladi. Ikkita pufigi bor, sondig'i bor. Bu mana idish tovoqlarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Masalan, ochib ko'rsating mana. Ikkita sondig'i bo'ladi, ha. Aha, bo'ldi. Bunisi ham. Ha, Bunisi ham ochiladi. Bunisi ham ochiladi. Ha, idish tovoqlar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ichlarini ko'rishingiz mumkin. Endi buni narxi necha pul desangiz, buni narxi 1.250.000 so'm 2 dona tumbichkasi bilan. Endi stoli bor, отдельный stoli. Stolini razmeri 70 ga, eni 70, uzuni 1.20 bo'ladi, balandligi 70 bo'ladi. Kuxunli stoli sal balandroq bo'ladi. Shuning uchun buni puli 1.5 million so'm, stoli bilan 1.5. Komplekt 1.5. Ha, ugalogini o'zi 1.250.000, stoli bilan 1.5 million so'm. Boshqacha svetdagisi ham bor mana. Bu kamzul fasonli. Bundan desa bundan beramiz. Mana bu yoqda bu pardani orqa tomonida ish jarayoni va boshqa mebellarimiz bor. Ustaxonamiz ham, ishxonamiz ham mana shu bitta joy. Endi boya hali sizni obunachilaringizga aytdik, biz karkazda buni ichki tomonini ko'rsating deydi videolarda. Shuning uchun mana shu rekadan 8 qator reka qo'yiladi. Mana montayda ham 3 qator bor. Va orqalariga mana operatorimizga ko'rsating. Ha, yo'q, bunday qo'yib turavering-da mana. Mana kashaylari bor. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Kashaylar berilgan, tagiga oporalar berilgan. Xudo xolasa, bu uzoq muddat xizmat qilib beradi. Endi spinkalariga mana 4 li machalka 2 lidan 2 ta qo'yiladi. Bundan tashqari g'ilofi bilan ham yana 2 li machalka bo'ladi. Spinkasi 6 bo'ladi. 6-4 spinka bo'ladi. Sidinkalari 12 dan 14 gacha bo'ladi. Sidinasiniki endi balandroq bo'ladi. O'rtasiga hali pampers prujina qo'shiladi. Shuning uchun haligi obunachilaringizga bemalol mana shu ish nimani sifati to'g'risida gapirsangiz bo'laveradi. Unga biz xudo xolasa javob beramiz. Yana nima savollaringiz bo'lsa, marhamat, obunachilaringiz qiziqtirayotgan savollar bo'lsa, bersangiz, uni ham mana shu videomizga qo'shib ketamiz. Savollarimiz xohlagan rangidan chiqarib beramiz-da, demak. Ha, xohlagan rangidan chiqarib beramiz. Mana bizni materiallarimiz bor, kelishadi yoki bo'lmasa telefon orqali so'rasa, mana shu materiallarda nomerlari bor, markalari mana shu markadan deydi. O'sha shu yoqqan markasidan olib kelib, keyin klientni uyiga, uyini devorlari, aboylar rangiga, pardasiga qarab o'zlari klientlar juda yaxshi biladi. Menga mana bu rangda bo'lsin deydi. O'sha rangda xudo xolasa iloji boricha shu rangda chiqarib, mana shu do'konlardan olib kelib xudo xolasa qilib beramiz. Endi bu yerda xaridorlaringiz nalichida bormi deydi. Misol uchun o'zingiz bilasiz, biz asosan zakazga ishlaymiz. Misol uchun xaridorlar qiziqsa, mavjudini yoqsa oladi, yoqmasa, misol uchun rangi yoki bo'lmasa razmeri to'g'ri kelmasa, unga shu 5 kundan 7 kungacha aytilgan o'sha razmerda rangda xudo xolasa qilib yetkazdirib beramiz. Zakaz asosida yetkazib beramiz. To'lovlarini borganda beraveradi. To'lovlar qanday deyishingiz mumkin. Masalan, plastik orqali naqd pul yoki bo'lmasa biz jo'natgan shofyordan berib yuborsa ham bo'laveradi. Undan muammo yo'q. Biz odamlarimizga xudoga shukr ishonamiz. Xudo xolasa azizlar, mana bemalol mana zakaz qilishinglar mumkin yoki murojaat qilishinglar mumkin. Albatta sizlarni xizmatingizdamiz. Sizlarga yoqadigan ishlarni qilib beramiz degan umiddamiz.